Bu nabiram mana biz kasbimizda hozir o'g'limizdan nabiramizga o'tkazganmiz. Mana shu nabiramda katta hissalari bor ishlashga. Bitta qoldi. Nega? Bitta, ikkita, oxiriga bitta qo'yasan. O'rtaga ikkita, yaqinroq bir-biriga. Buni oxiriga qo'yasan. Nabiramga o'sha kasb Allohning do'stidir degan so'zni aytganida mana hozir nabiram yozib berdi hozir. Kasb Allohning do'stidir. Ya'ni kasb degani qo'l bilan mehnat qilgan kishini kasb deyiladi o'zbek tilida. Nima mehnat qilishdan qat'iy nazar shu qo'l orqali qilingan bo'lsa, uni hammasi kasb bo'laveradi.